Mana Alloh mehnatlaringga yarasha shunaqangi bir chiroyli mo'l hosilni berib turibdi. Inshaalloh. Endi buni terib olish masalasi nimani mo'ljalga olyapsiz? Biz endi bahordan beri 46 gektar paxtani rejalashtirib 1-aprelda ekkanmiz. 90 qo'sh qator. Ko'chatimiz 220 ming dona. Xitoy 78 navini ekkanmiz 100% yerimizga. Endi rejalashtirib turibmiz. Ko'raylarimiz bor. O'zimiz bu yil terim kombayni oldik fermer xo'jaligimizga. Svan kompaniyasini Farg'ona ishlab chiqarilayotgan terim mashinasi sotib oldik. Mashinaga tayyorlash uchun a'zolarimiz bor, ayollar. Uvotlarni terdirib, chiroyli qilib, ko'sagiga bo'lsa o'rdirib, olib chiqib, yayib xirmonga terib olamiz, hech nobud qilmasdan. Xudo xolasa kamida 50 sentner paxta bor dedi. Xudo xolasa. Paxta yerimizga 28 gektar paxta ekilgan. Xitoy nami 57 nami ekilgan. Hozir kombaynda terishni boshladik. Xudo xolasa 45 reja qo'yilgan. Bundan oshirib ko'proq 50-55 60 sentnerga harakat qilyapmiz. Hozir chiqish yaxshi. Hozir mana shu 1,5 gektardan 3 bunker urdi. Hozir 50 sentnerga hisob chiqyapti. Birinchi terim, ikkinchi terim ham xudo xolasa ko'raymiz ko'p. Ancha yaxshi, Xitoy paxtasi ekib, ancha o'tgan yillardan ko'ra yaxshi. Kombayn mana hozir teryapti, toza teryapti. Asfalt ozayib, ancha hozir mana kuchliroq bo'lib qoldi. Kombayn mashinalar kelib, ishimiz ancha oldi yurib, oldin qo'qardik, masalan, qachon terib olamiz deb yomg'ir yog'masmikin. Hozir mana 3 kunda terib ketyapti kombayn. Xudo xolasa rejalar bajarib, shunga harakat qilib teryapmiz. Bir 60 sentner olishga harakat qilyapmiz.